Xullas, menga uylanadigan bo'lsangiz, Toshkent Citydan to'rxonali uyingiz bormi? Yo'q, men o'zi ishonguzarga kvartirada turaman. Вот именно, sizda yo'q. Kamida gelik sovg'a qilish kerak. Sizda bormi? Veligim bo'lmaydimi? Uf, qanaqa veli? O'zi tuzroq ishingiz bormi? 20-30 ming topadigan. Qarang, menimcha men umrim oxirigacha kuchukda ishlasam, siz aytgan pullarni topib bera olmayman. O'zi bir oddiygina prava beradigan joyga ishlasam. Nima? Prava? Aytdim-ku, yo'qmaydi, ketdim. To'xtang. Ha? Men roziman. To'rxonali uy, gelik, moshin, pul-mul yo'q. Yo'q, menga ular kerak emas. Prava qilib bersangiz bo'ldi, abbasi. Abisi? Pichi. Bizani ham tavrimiz keladigan kun o'rganki, yuring ketdik. Mana shu bizani avtofinans. Sergeli yangi qo'yib bekatining yonginasida. Yuring. Assalomu alaykum boshliq. Tanishing, bu qiz Severim. Sabshiniya. Bizani maktabga o'qishga ketdi. Chop bitta choy damla. Xo'p. Xullas, Sabiraxon bizning avtofinansimizda 2 oy davomida AVB kategoriyalarimiz bo'yicha mukammal darajada o'rgatamiz va undan tashqari rus tilida, o'zbek tilida va vajdeniyalar bo'yicha kuchli mutaxassislarimiz ham mavjud. U ham yetmagandek bizda ekspress kurslarimiz ham mavjud. O'quvchilar 3 kundan 15 kun ichida 99-100% rezultat bilan pravalarini olib chiqishadi. Menga yoqdi, men roziman. Mana. 2 oy deganga va nihoyat pravaga erishdingiz. Ana endi to'y qilamizmi? Qanaqa to'y? Prava oldim. Endi Yandex qilaman. Believe me, just watch.